Orzuda ikkita chiroyli proyekt asosida qurilgan hovlimiz sotuvga qo'yildi. Mana bu tomon 84-maktabdan kelish, mana bu tomon qariyalar uyi tomondan kelsa ham bo'ladi. Ko'cha keng, chiroyli ekan. Hozir ichkarilarni ham birma-bir tanishtirib o'taman. Shunaqa yonma-yon, ro'para uy olaman degan tanishinglarga yoki do'stinglarga ushbu videoni jo'natib qo'yinglar. Kanal rivoji uchun Namangan yangi uylardan uzoqlashmani. Bundan ham zo'r uy-joylar bizni kanalda. Kirganimizda ro'parada bitta zal, yonida bitta yakka xona, kattalar uchun spanni, ichida sanuzel bor, bitta o'y dahliz. Buni ham ichida sanuzel bor, bitta kuxna. Hozir ikkinchisini ham ko'rib chiqamiz. Navbatdagi ikkinchi hovlimiz bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Hovlimizga shuna kirganimizda baland navisimiz bizni kutib oladi. Ro'parada bitta katta mehmonlarimiz uchun zal, uni ichida sanuzellar ham bor. Uni yonida o'y dahliz ko'rinishidagi uy, uni ham ichida sanuzellar bor. Ro'parada kuxna, oila davrasida maza qilib o'tirish uchun mo'ljallangan. Uni yonida tashqi sanuzel, buni tevasida suv bochkalariga joylarni ham tashlab ketilgan. Pastimizda ikkita o'y dahliz proyekt asosida qurilgan. Ushbu ikkita hovlimizda ham hujjatlar 100% joyida. Egalarning raqamlarini videoda yozib qoldiraman. Telefon qilinglar. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Narxini $75,000 deyilibdi. Namangan yangi uylar nomini ochsani ozgina kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beriladi.